Kanalsiz turib yorilib ketdi, tozalash kerak. Kechgacha bitta odam. 2 soatda bo'ladimi? Yo'q, kechgacha ish. Men boraymi baqa? Hech puldan berasiz. 150 ming so'm bitta odam kerak, bitta odam. 200 beray. Yo'q, 150 bo'ladigan bo'lsa. 200 beray. O'tiring. Nima ish ekan aka? Ismingiz kimdingiz? Azizbek. Azizbek. Omadli ishga tushdingiz bugun. Borib kiyintiramiz, restoranga boramiz, pul beramiz. Azizbekga hozir biz sizni videoga olamiz. Agar qarshiligingiz bo'lmaydigan bo'lsa, maqsadimiz odamlar ko'rib o'rnak olsin shu videodan. Yaxshiliklar qilsin degan maqsad ma'nodada. Rozimisiz? Roziman. Uylandingizmi, uylanmadingizmi hali? Ikkita farzandim bor. Ikkita farzandingiz bor. Ehsonga biron qabristonga yordam kerak bo'lsa, u yoqqa ham borib beraman. Pul kerak emas menga. Aka, akamiz sochlarini chiroyli qilib olib qo'yasiz. Bir cho'tka qilib. Rahmat. Aziz aka, sochingizni ham oldirib oldik. Xudo xolisa endi bitta kiyim magazinga borsak, bir chiroyli kiyintiramiz aka. Yangi kiyimlar qulluq bo'lsin. Yarashdi lekin ikkovlar bo'lib qolibsiz. Aziz aka, endi qornim baribir ochib qoldi. Shahar markazidagi eng yaxshi restoran bittasiga boramiz, mazza qilib ovqatlanamiz. Yoqqan tanlayveramiz. Hop, masalan, birinchi ovqatmi yoki ikkinchi ovqatmi, nima yegisi kelayotgan bo'lsa, masalan, steykman tavsiya qilaman. Bu ish. Keyin endi baliqli narsalarimiz bor, no, hozir yoz vaqti. O'ziga qarab. Mol go'shtini eng foydali qismi kollagen ko'p bo'ladi. 36 soat davomida pishiriladi. Tatib ko'rasiz, mazasiga yoqadi. Aka, bugun kun bo'yi mana siz bilan yurdik. Qalay o'tdi kunimiz? Restoranlar yaxshi bo'ldimi? Zo'r, hamma narsa zo'r bo'ldi. Restoran ham zo'r ekan. Ovqatlari ham, salatlari ham, suvlari ham hamma achiyotgan. Osh bo'lsa aka, xursandman. Sizga yoqqan bo'lsa xursandman. Kuningiz yaxshi o'tgan bo'lsa bo'ldi. Hop, siz aytdingiz kuniga o'sha 250 ming pul ishlayman deb. Mana bu yerda 500 ming so'm pul. Rahmat aka. Rozi bo'lasiz. Roziman. Obunachilarimizga kattakon rahmat. Shunaqa poddershka qilib turibsizlar, shunaqa aktiv bo'lib turibsizlar. Biza xudo xolasa bu ishlarimizni yana ham davom etamiz.